koşuyorsun diye gözü karalsın diye Könlüme her birini derdi balasın diye Könlüme her birini derdi balasın diye Gözü kahrın mudir Kibri gizahrın mudir Bu küdüret ağrarık Sari safasın diye Bu küdüret ağrarık Sari safasın diye İşkı derdin diye Hacri labahrın diye Bu katliam dertler araya asli davasın diye Bu katliam dertler araya asli davasın diye Şarkıran çınmudin Bahri işkencin mu diye Canıma her birini
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum muhterem ahli cemaat. Allah subhanahu ve taala barchalarimizni xulus niyat bilan bosgan qadamlarimizni Allah ajri hasanat ato eylesin. Sahibi ihsonlarimizga qilayotgan hayrat ihsonlari qilayotgan aqiqalar Allah subhanahu ve taolaning bergan umrini yashab 60 yoshga kirib bugungi kunda buni shukronasi uchun birgalikda ihsonat qilyapti ekan. Allah subhanahu va taolo husni qabul aylasin. Gunohlarimizni umrlarini uzoq, hirslarini ulug' kelajakni Xudoy taolo pardoq qilib, kelajakda xalqimizga, dinimizga xizmat qiladigan, yaratgan Parvardigorning haqqini ado qiladigan, ota-onalarning haqqini ado qiladigan solih, barkamol insonlar bo'lishini Alloh subhanahu va taolo nasib aylasin. O'zlarini Nasr akam bu hayotlik vaqtida qilgan barcha mehnatlarini, yashashlik, bu farzandlarni, nabiralarni, bularni tepasida qilib turgan xizmatlariga ko'plab mana bunday xalqimizni koriga yarab, Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i bo'lgan, Alloh subhanahu va taoloning amrini yetkazishlikda ko'plab joylarda o'zlarini bu uslublar bilan xizmat qiladi. Alloh subhanahu va taolo bu qilgan xizmatlariga ham Alloh ajri hasanat ato eylesin. Azizlar, sohibi ihsonlarimizning xulus niyat bilan qiladigan bugungi kundagi hayrat ihsonlarini tepasida bu joyda bir Mavludi sharif o'qilinsa degan umidlari bor ekan. Inshaalloh qorakamlar hammalari jam bo'lgan. Bular inshaalloh Mavludi sharifni o'qib berishadi. Albatta mana bu joyda siz bilan bizlar bunga somiy bo'lib eshitib, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning salovat aytishga kelgan vaqtida inshaalloh siz bilan bizlar ham salovat aytamiz. Inshaalloh mana shu siz bilan bizlarni tarafimizdan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan bir muhabbatimizni izhori bo'lar ekan. Chunki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ismini eshitgan vaqtlarimizda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovat aytishlik siz bilan bizni gardanimizdagi vazifamiz ekan. Sababi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam minbariga ko'tarilayotgan vaqtlarida Jabroil alayhissalom kelib xabar bergan vaqtlarida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam amin degan ekanlar. Shulardan bittasi qaysiki joyda sizni ismingiz zikr qilinsa-yu sizga salovat aytmagan ummatingiz xor bo'lsin deganda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam amin deb turib shunday bo'lsin degan ekanlar. Shuning uchun siz bilan bizlar mana bu joyda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovat aytamiz, sherik bo'lamiz, beparvo qolmaymiz. Sababi nima desa, chunki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakilari Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga xo'p dushmanlikni qilgan ekan. Hatto o'ldirishlikkacha borgan, ana undan keyin o'zlarini tug'ilib o'sgan joylarini tashlab Makka-i Mukarramadan Madina-i Munawvaraga hijrat qilib ketishligiga sababchi bo'lgan amakilari Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tavallud topgan kunlarida qo'l ostidagi joriyalari, qullari kelib, "Yo hojam, jiyanli bo'ldingiz" degan vaqtida amakilari xursand bo'lgan ekan. Xursand bo'lganliklaridan qo'l ostidagi qullarini ozodsan deb turib qo'llari bilan ishora qilib ko'rsatgan ekan. Shunday qilganlarida xursand bo'lgan ekanlar, lekin hayotlik vaqtlarida nima qildi? O'ta dushmanlik qildi. Ulug'lardan bir kishi tushlarida ko'rib, amakilariga berilgan azob uqubati Xudoy taoloning muruvvatini ko'rsatilgan vaqtida amakilar aytgan ekanki, har dushanba kunda Alloh meni azobimni yengillattiradi degan ekan. Qarang. Dushmanlik qilgan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga o'ldirishlikkacha borgan, ammo keyin dushanba kuni kelganda bunga azob yengillar ekan. Sababi nima desa, Muhammad sollallohu alayhi vasallam tavallud topganda xursand bo'lganligimni evaziga degan ekanlar. Butun vujudi kuyib ketgan ekan-u, lekin shu birgina barmoqlarini kuymagan deydi. Sababi desa, qullarini ozod qilganlikdagi ishoralar sababidan Alloh subhanahu va taolo butun vujudni kuydirib, birgina ishora barmog'ini kuydirmasdan qoldirib qo'ygan ekan.
Buni siz bilan bizlarga ulamolarimiz, ulug'larimiz yetkazib olib keladi. Nimani sababidan desa, "Hoy, senlar qanday ummat, payg'ambarning ummatisan, bilib qo'ygin" degan ma'noda olib keltiradi siz bilan bizlarga. Siz bilan bizlar shunday ulug' Alloh subhanahu va taolo madh aytib aytgan. Agar Muhammad sallallohu alayhi vasallamni yer yuzida yashashligini iroda qilmaganimda bu olamlarni yaratmasdim deb turib madh aytilgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga siz bilan bizlar ummatmiz. Allohga hamd sano bo'lsin shunday zotga siz bilan bizlarni ummat qilib qo'ygan. Ajab emasiki siz bilan bizlar ham umid bilan salovat aytilganda birgina Allohga Rasuli sallallohu alayhi vasallamga salovat bo'lsin deb qo'yadigan bo'lsa, ya sallallohu alayka ya Rasululloh deb qo'yadigan bo'lsak, ajab emasiki siz bilan bizlarni vujudimizga sabab bo'lib dunyodan o'tib ketgan otalarimizni, onalarimizni Alloh oxiratini obod va jannatdagi maqomini ziyoda qilsa. Siz bilan bizlarni Xudoy taolo gunohimizni kechirib, o'zlarimizni otashin do'zaxga giriftor qilmasdan avlodlarimizdan ahli do'zaxlar chiqarib qo'ymasa Xudoy taolo. Umidimiz shu. Shuning uchun azizlar salovat aytilganda beparvo qolmaymiz. Barakalloh, rahmat, salomat bo'lsinlar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Qul huvallohu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتطئا من الشكر الجميل مطايا.